Toshkentda Xalqaro gullar festivali boshlandi. Demak, 9-maygacha davom etadi. 9-may kechgacha, 10-maygacha ham bo'ladi deyapti. Bunisini aniq bilmayman. Demak, videoda sizlarga bez montaj, bez shantaj deydi Vesagro akamiz, xuddi o'shanday ko'rsatamiz. Live kadrlar. Kelib dam olishga arziydimi, yo'qmi o'zlaring ko'rasizlar va baho berasizlar. 5-6 daqiqada menimcha to'liq aylanib chiqib ketsam kerak. O'shaning uchun odam ko'p. O'shaning uchun videoga ozroq like bosib qo'yinglar. Men sizlarga gullar festivalini to'liq ko'rsataman. Agar yoqadigan bo'lsa, oilaviy kelib dam olib ketishlaring ham mumkin. Demak, ketdik. Ko'ring, mana ajoyib bir foto zona. Instagram, Telegram foto obloshkalar uchun ajoyib foto zonalar tashkillangan. Bu yoqda bo'lsa mana bunday joylar. Mana yana ajoyib yana bitta foto zona, foto ramka, Instagram storieslari, Instagram uchun ajoyib qizlar suratga tushyapti. Bu yoqda bo'lyapti, ko'ryapsizlar, ajoyib dekoratsiya. Klassik mashina oldida suratga tushyapti. Demak, ko'ryapsizlar, 10 minglab gullar ekilgan, 10 minglab. Sherxonaga yaxshimiz, biz tezlatishimiz kerak. Vaqtimiz ziq, obunachlar vaqtini olmaymiz, to'liq ko'rsatishga va'da berdim, o'shaning uchun to'liq ko'rsatishga urinaman. Demak, ketdik. Samolyot yon tomonda, bu tomonda o'zbekcha yozuv, gullar bayrami. Bu yoq ham ajoyib foto zona bo'lib turibdi hozir. Yoqsa bitta like bosib qo'yinglar. Ha, turistlar, xorijiy turistlar, Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik turistlar. Shunaqa. Bu yoqda katta qilib Toshkent 2026 Flower Festival yozuvi yozilgan. Mana hamma joy faqat turist. Bu yoqda ham ajoyib foto zona, mana zon tikdagida ko'ryapsizlar. Onaxon o'tirishibdi. Dekoratsiyaga baho beramiz, dekoratsiyaga. Menimcha kelishga arziydi. Odamlar Namanganga borishyapti, yuzlab kilometr bosib. Xuddi shuncha kilometr bosib siz ham Toshkentdagi gullar festivaliga kelsangiz bo'ladi. Arziydi. Agar Toshkentda o'zida, Toshkent viloyatida yashasangiz, kelmasangiz menimcha bo'lmasa kerak endi. Shunday manzarani ko'rishga kelmasangiz bo'lmasa kerak. Dekoratsiyani qarang. Bu yoqda Qo'qon aravasida gullar turibdi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Bu yoqda bo'lsa koridor, trotuarni ko'ryapsizlar. Juda ham ajoyib manzara shakllangan. Mana bu manzaraga nima deysizlar? Gullar o'zgacha tema, o'zgacha mavzu. Bu yoqda mana televideniya, ajoyib poyezdcha gullar bilan turibdi. Bolalar uchun ham ajoyib dekoratsiya, bolalar uchun. Bolalaringiz kayfiyatiga ham juda ham zo'r ta'sir qiladigan, motivatsiya bag'ishlaydigan joy desak ham mubolag'a bo'lmaydi. O'zgacha muhit. Demak, biz yana aylanamiz, nimalar bor? Ajoyib yurakchalik foto zonani ko'rib turibsiz. Ajoyib fotolarni tashish mumkin. Tinchlik posbonlari albatta tinchlik ta'minlashyapti. Sizlardan bitta iltimos, shu gullarni uzmaslikni va yashil massada yurmaslikni so'rab qolamiz. Katta rahmat. Ko'ryapsizlar, yangi O'zbekiston monumenti hozir old tomoniga o'tamiz. Bu yoqda bo'lsa juda ham hali eng zo'r fonlar, eng zo'r foto zonalar. Gullar festivaliga tashrif hali. Yurtimizning turli go'shalaridan tashrif buyurgan minglab, 10 minglab gullar. Hammangiz xush kelibsiz. Yana bir karra eslatib o'taman. Xo'sh deganda, videodan uzoqlashmang. Kelishga arziydimi, yo'qmi? Fikrlaringni keyin yozib ketasizlar. Xodimlariga qarshi chalib qo'yasizlar azizlar. Bu yoqda aytganimdek, yana turistlar men o'zbeklarni nega kam ko'ryapman, men tushunmayapman. O'zbeklar eng asosiy foto zonaga hozir e'tiborlaringni qarataman. Eng asosiy foto zona. Wow, yangi O'zbekiston monumenti qumoqshi ostida minglab turfa gullardan yasatilgan foto zona. Shohrux Murodaliyevni yaxshi tomosha qilishlaring mumkin. Mana shu joy eng asosiy foto zona. Undan keyin bo'lsa e'tiborlaringni yana mana bu tezaklarga qarataman, qaranglar. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'ringlar. Kim bilan kelgan bo'lardingiz bu yerga? Video haqida ko'rgan yo'q, asosiy joylar oldinda kim bilan kelgan bo'lardingiz? Video linkini o'shanga yuborib qo'ying, like bosing. Bu yoqda konsert tomoshalari
Endi bunisiga nima deysiz? Menimcha bitta like bosmasangiz bo'lmaydi-yu. Gullarni qarang, voy. Bir olmaning yarmisi. Voy, bu go'zallikda. Bir olmaning yarmisi. Mazza qilib fotolarga tushyapti mana. O'zbeklar ham bor, mana kam bo'lsa ham, lekin ikki baxtli yulduzi. turistlar baribir ko'p. Qaranglar, manzarani qarang. Mana shu joyga bir dona like bosib qo'ying. Nima ketdi sizdan? O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Jannat makoni o'lka baribir. Bu tomonda milliy qadriyatlarimiz nima deydi? Tilmaylama. Hunarmandchilik namunalarimiz bor, haykallar, kiyimlar, milliy kiyimlar. Shunaqa. Mana bu joyda mana ajoyib foto zona, Instagram uchun qizlar rasmga tushyapti mana. Ajoyib dekoratsiya yoqda boboy. Faqat turist. Nimaga bunaqa men tushunmayapman. Mayli, hamma kelsin. Turistlar bundan ham ko'paysin, lekin o'zbeklar qani? Qani o'zbeklar? Turistlar ko'rib xursand bo'lyapman. Mana hamma joy turist. Yana ham ko'paysin. Amal, ertaga kelishar bu videolardan keyin. Ajoyib konsert tomoshalari bo'lyapti bu yoqda. Mana o'zbek onaxonlarimiz bilan nihoyat topdik. Ular ajoyib raqslarga tushyapti. Mana onaxonni ko'ryapsiz. Kayfiyatlari juda ham a'lo. Bayramday bo'lsin. Bu tomonda ham manzara ko'rib turibsizlar. Ey Toshkentning go'zal xur. Bu yoqda konsert tomoshalari kechqurun kelsangiz, chiroyli bo'ladi. Kelishni tavsiya qilaman. Shoshmay tur. Mani fikrim bir nafas. Sen oshmay tur. Mani fikrim bir nafas. Sahobalar gap qilishi mumkin emas. Hamma hozir chiqaryapti. Davom etamiz. Xo'p, tashqarida yana tabiiy gullar stendlari bor. Ovqatlanish uchun sharoitlar bor. O'tiradigan joylar kamligini ko'rib turibsizlar. Gazonda o'tirishda shu bitta muammo shu, o'tiradigan joylar kam. Videomiz darrov 10 minut bo'lib qoldi. Men to'liq ko'rsatishga ulgurmadim. Men mana shu gullar festivalini 60 yoki 55% ni ko'rsata oldim xolos. Bundan ham chiroyli joylari bor. O'shaning uchun ham kelinglar, o'zlaring ko'ringlar, salomat bo'linglar. Lokatsiya Telegram kanalimda, Telegram kanalim opisaniyada, video opisaniyasida kirib Telegram kanalimga obuna bo'ling, chunki men bundan keyin O'zbekistonda bo'ladigan bundan ham ajoyib festivallarni yoritib boraman. O'shaning uchun lokatsiyasini siz Telegram kanalimdan olib borasiz. Like bosib, tanishlarga yuborib qo'ying. Salomat bo'ling.